Hammaga salom. Bugun sizlarni o'zim bilan syomkaga olib ketaman. Maylimi? Borishim bilan bizada shpaklyovka time. Yuzimga tonalka surgunimizcha Hamidni syomka qilib turishdi. Shu bolani kimdirdan alami bor-de. Abduhamidni syomka qilgunlaricha Anvar akani grim qilib turdik. Men ularni kontrol qilyapman. Makiyajimni qilib bo'ldik. Endi navbat sochga. Wow, shunaqa ham asal qizlar bo'ladimi? Orada buni ham makiyajga tiqilib ketdi. Yoshligida asalga tushib ketgan bola ononi. Krasavchik kim bo'lsa-ya? Obbo, bu krasavitsa kim endi? Chota bu krasavitsa krasavchiklarni Xitoydan, Koreyadan olib kelishganmi deyman? Voydot! Yoshligida asalga tushib ketgan qiz onani. Asallarim, mabodo meni yo'qotib qo'ysanglar, bilinglarki, Amerikada modellik qilayotgan bo'laman. Uzikka ko'z qo'ygandek turishlarini qaranglar bularni asallarim. Menimcha bular Koreyadan emas, kosmosdan tushishgan. Shu orada Maftuna opa ham kelib ishlayotganlarini bildirib ketmasalar bo'lmaydi-de. Shu obrazim menga $5000 tushdi. Hamid, kimga bunaqa olayib qarayotding? Shu o'rtadagi qizni peshonasiga faqat sovuqda klip olish yozilgandek. Kiyimlarimga mahliyo bo'lib, raqs harakatlari esimdan chiqib ketibdi. Tak, bu obrazim menga $4900 ga tushdi. Mana sizlarga sovuq yeganimni isboti. O'rtoqlar, Bering. Yo'q, sen faqat o'zing ol. Yo'q, buni olaman. Ha, bu ketguncha o'zimiz olib turamiz. Yo'q, dillar olaman. Charchadim, домой хочу, spать хочу, lekin seni хочу-cho'ngga hech kim e'tibor bermaydi. Faxriyni syomkasini qilib bo'lib, to'yga boshga ham ulgurdik. Mehribanlık sadetir, saadeti yaşadağım. Yoshlar baxtli bo'lsin. Bir kunlik vlog tamom.